Salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Ahmad Gaming. Do'stlar, bugun sizlar bilan 30 ta zombiga qarshi video olamiz. Qani ketdik. Do'stlar, bir gapni eslatib qo'yay. Obuna bo'ling birinchi. Chunki biz 10 ta bo'lmoqchimiz. Yangi kanalim, birinchi videom, katta videom. Do'stlar, shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Qaysi birini tanlaymiz? Asosni tanladim, hammaga ketdi. Bizlarga вообще farq yo'q. Sizlarga o'yinchoq kuchli bo'lsa bo'ldimi? Avtomatda P90 qilish kerak. Şu 75'ten 65'te oturdum. Ay şu neyse kafamın oldu yaptı. Buna qarşı ketməydi dostlar. Krisalık yarışmaydı bizler üçün. Şimdi bitti kill. Dövülüş ve bitti kill. Granat alarsız. Fakat atalım. Special Focus Group. Daha oyun olmayıp ben judayam qiyin bo'lyapti. Do'stlar, sizlar uchun harakat qilyapman da. Shuning uchun darhol meni kanalimga obuna bo'ling. Obuna bo'lmaganda darhol ayol bo'ladi. Nimaga otilmayapti? O'lsangchi. O'lmaydimi? Bular jon cheksiz. Menga o'lmaslik yoqmayapti. Shuning uchun o'ldiramiz. Ha. Mana dodalaring sho'rda. Ha. Bitta do'stlar. Mana bu Krisani qaranglar. Ne o'lmaydi. 4 ta kill qilibman. Do'stlar, ikkinchi qismini chiqaramizmi? Chiqarganimiz ma'qul. Chunki 30 ta, bu safar 15 tasini yo'q qilishga harakat qilaman. Bor kuchim bilan. Ay, pulim yetmarkan. Avtomatdan 2 yaxshi. Ketdi. Do'stlar, ishonaman zombilarni yo'q qilishimizga. Nimaga o'lmaydi savol? 5 ta kill. Voy, buncha kam.
Abbo. Korkutaylarınız dostlar. Ne işanamam. Yok. Bitti zombini öldürülmesin ya. Onsuz. Dostlar kilimizni qaranglar. Mana bu kil juda ham kam. Mana bu yerda. Qayerda? Ha, shurda. Juda ham kam. Kil. Oltitayam bo'ladimi? Sharmanda. Eng zo'r avtomatni olaman. Ay, bo'lmasdi. Mana bu yerda. Obo. Bo'lmadi. Hamayli. Harakat qilaman. Shunda. Aytdimki bo'lmaydi endi. Yaxshiroq avtomat topolmayapman. Do'stlar, yaxshiroq avtomat bo'lsa yozib ketinglar. Bo'ldi. Mana bu. Menga shu zombilarni o'ldirishga ancha qiynab qo'yadigan avtomat. Meni o'ylashim bo'yicha. Nimaga o'lmaydi, jon chekdingizmi ularni? Juda ham jahon chiqayapti. Do'stlar, savol, haqiqatan jon cheksizmi? Shotgunga o'ldirish kerak. Endi o'ldirmasam ayolni. Bittayam shot qila olmasam ayolni. Ay. 9'da yaxshi. Do'stlar, yana 6 qilsam ikkinchi qismini olaman. Chunki cho'zilib ketsa juda ham. Chunki YouTube rozi bo'lmaydi uzunligi uchun. Cho'zilib ketsa rozi bo'lmaydi. Shuning uchun uzun video qo'ymasligimiz kerak. Do'stlar, aniq va'da beraman, shu video 10 ta like bo'lsa, ikkinchi qismini chiqaraman. Faqat 10 ta like bo'lsa bo'ldi, gani. 10 ta. 5 ta qoldi, do'stlar. Keyin meni ikkinchi kanalim bor. O'shanga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Podpishka bo'lsin. Uni shorts videomga qo'yganman, obuna bo'linglar deb. Skanerlaysiz xohlasangiz. Nomini bilganlar yo'limdan. Yaxshi.
Mana bu yerdan ham keladi. Hali bergacha 10 ta voy. Endi esa 11 ta. Endi mana bu avtomatni olamiz. Qanaqa edi? Mana. Do'stlar, hozir 15 ta qilganimdan darhol obuna bo'linglar. Ham like bosishni va qo'ng'iroqchani yoqishni unutmanglar. Iltimos do'stlar, tez kuchayaylik. Kuchayganimizdan keyin yaxshi bo'ladi. Kuchayganimizdan keyin so'ng sizlarga yaxshi zo'r videolarni shunaqa ko'rasizlar. Yana sizlarga mod qo'yishni ham o'rgataman. Meni kanalimga obuna bo'linglar. Qo'rqoq. Nega chiqmay qoldi? 12 ta, yana 3 dona va video tugaydi. Dörtte buldu. Yine koyulmuştu. Kana oldu. Şunu güzel oldu. Şu bilan do'stlar, men va'damni ustida turdim. Qani videoni tugatamiz. Do'stlar, unutmanglar obuna bo'lishni.